Yok. Yok koyun. Mehribonlik o'tib. Ben endi ko'chaga chiqdim o'zi. Mehribonlik. Men o'rtoqlar bilan o'ynayman. Qoch. Sen nima qilasan? Kimsan o'zi? O'g'lingizman, onajon. Yuring. Men o'ynayman. Hozir choy O'rtoqlarim bilan o'ynayman men. Ovqatlanib olaylik. Ko'chaga chiqdim o'ynayman men. Ona, ovqatlanib olaylik. Keyin sizni aylantirib Men qo'yaman. qornim ochmas. Ona, yuring. Yana chiqib ketibdilar. Ishqilib ko'chada qo'shnilar ko'rmagan bo'lsin-da. Yo'qol. Kimsan sen? Yo'qol. Men ko'chaga chiqaman. Men o'rtoqlarim bilan o'ynayman. Menga tegma. Yo'qol. Yo'qol, men ko'chaga chiqaman. Yo'qol. Sen ko'chaga chiqasan mani? Kiyintirib olib chiqasanmi? O'rtoqlarimga ko'rsatamanmi? Albatta. Bo'ldi, o'ynayman ko'chada. Rostmi? Rost. Aldamaysanmi? Yo'q. Qara, aldasang uraman. Yo'q. Men aldamagan. Men ko'chaga chiqaman. Sen kim bo'lasan o'zi? Meni olib kelsan? Ha? Kim bo'lasan? Siz bo'laysizmi, onajon? Men bo'lamasman. Bor, yo'qol. Sen kirma bo'tga. Sen meni bo'lamassan? Kimsan o'zi? Yo'qol. Dadasi. To'g'ri. Sizni ham tushunib turibman. Bitta farzand onasiga nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilyapsiz. Oyimni ko'rsatmagan doktorimiz, olib bormagan joyimiz qolmadi. Davosi yo'q deyishyapti. Buni ustiga tez ko'chaga chiqib ketadigan odat chiqarib olganlar. Kecha ham 3 marta chiqib ketdilar. Siz ham ishingizdan qolyapsiz. Men ham uyda ishlarim bilan bo'lib, oyimga vaqt ajrata olmayapman. Dadasi, oyimni qariyalar uyiga topshirsak. U yerda hamma sharoitlar yaxshi. Bizdan ham yaxshi qarashadi oyimga. Siz ham ko'p ishingizdan qolib ketyapsiz. Shunga nima deysiz? Tez borib, har hafta oyimdan xabar olib turaman. 6 yosh bolacha edim. Onam qishga tayyorgarlik ko'rib banka yopayotgan edi. Pomidor, bodring kesayotgan joylarida bexosdan qo'llarini kesib oldilar. Lekin onam qo'llarini kesib olganiga zarracha afsuslanmadilar. Qo'lini boyladilar-da, yana ishlarida davom etdi. Oradan atiga bir kun o'tib men ham qo'llarimni kesib oldim. Buni ko'rgan onam dodlab meni oldimga kelib, atrofimda parvona bo'lib, qo'llarimni bog'lab Banisaga olib bordi. Doktorlar kerakli yordamni ko'rsatdi. Va onam bilan biz uyga qaytdik. Onam ancha taskin topdilar. Shunda bildimki, onam qo'llarini kesganida etlarini kesgan ekan. Men qo'llarimni kesganimda esa onam yuraklarini kesgan ekan. Yoshligimdan oqyib oqtaradi. Har qanaqa injiqliklarimni ko'tardim. Endi navbat menga keldi.
bu ham bir sinov. Agar sen onamdan or nomus qilayotgan bo'lsang, qo'shnilarni oldida uyalayotgan bo'lsang, men onamni ijara uy olib chiqib ketaman. Sizlarni ham qarash meni vazifam. Sizlardan ham tez-tez xabardor bo'lib turaman. Lekin bir narsadan qo'rqaman. Onamni kunini Xudo seni boshingga solmasin.